Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntiraman. Qoidalar o'zgaryapti. Eng asosiysi bu o'zgarishlar faqat tadbirkorlar yoki haydovchilarga emas, deyarli hammaga tegishli. Sizning pasport ma'lumotingiz, kadastringiz, avtomobilingiz, bank kartangiz, soliq qarzingiz, kommunal to'lovlaringiz, pensiya va nafaqa hujjatlaringiz, hatto telefon raqamingiz noto'g'ri bog'langan bo'lsa, ertaga oddiy xizmatni ham ola olmay qolishingiz mumkin. Men bugun qo'rqitish uchun emas, oldindan ogohlantirish uchun gapiryapman. Chunki ko'pchilik muammo chiqqandan keyin yuguradi. Bank hisob blok bo'ladi, jarima keladi, subsidiya rad etiladi, kadastrda ism xato chiqadi, avtomobilga taqiq qo'yiladi. Keyin odam men buni bilmagan edim deydi. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumotni oilangizdagi har bir katta yoshli odam bilishi kerak. Avval ko'p ishlar qog'oz hujjat tanish bilish, mahalla orqali tasdiqlanadigan ma'lumot yoki tashkilot ichidagi eski daftarlar asosida yurardi. Masalan, uy sizniki bo'lsa, qo'lingizda eski order shartnoma yoki kadastr qog'ozi bo'lsa, ko'pchilik bo'ldi, muammo yo'q deb o'ylardi. Mashina sizniki bo'lsa, texpasport bor, tamom. Soliq to'lagan bo'lsangiz, chexni saqlagan bo'lsangiz, tamom. Pensiya hujjatida ish staji bor deb o'ylasangiz, tamom. Endi esa vaziyat boshqacha. Davlat xizmatlari, banklar, soliq organlari, kadastr, ichki ishlar, sud ijrochilari, notariuslar va boshqa tizimlar tobora ko'proq elektron bazalar orqali tekshiryapti. Ya'ni sizning qo'lingizdagi qog'oz hujjat bir narsa, bazada turgan ma'lumot boshqa narsa bo'lsa, amalda ko'pincha bazadagi ma'lumot ustun chiqadi. Shuning uchun bugungi asosiy savol sizda hammasi to'g'rimi? Ism sharif, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta raqami, JSSHR, SETIR, telefon raqami, yashash manzili, kadastr raqami, avtomobil ma'lumoti, qarzdorlik, majburiy ijrodagi ishlar hammasi mos keladimi? O'zgarishlarning eng muhim tomoni shuki, endi ko'plab xizmatlarda inson ko'z bilan tekshiradigan jarayon kamaymoqda, tizim avtomatik qaror qabul qilmoqda. Masalan, siz ariza topshirdingiz. Avval xodim hujjatingizni ko'rib, mayli, keyin to'g'rilab olasiz deyishi mumkin edi. Hozir tizim sizning ma'lumotingizni boshqa bazadan tortadi va bitta harf, bitta raqam, bitta tug'ilgan sana mos kelmasa, ariza rad etilishi yoki ko'rib chiqish cho'zilishi mumkin. Birinchi navbatda shaxsiy ma'lumotlar masalasini tekshirish kerak. Ismingiz pasportda qanday yozilgan bo'lsa, bankda, soliq bazasida, kadastrda, ish joyingiz hujjatlarida, notarial hujjatlarda ham shunday bo'lishi kerak. Masalan, pasportda Abdullayev deb yozilgan, lekin eski kadastrda Abdullayeva yoki Abdullayev deb xato ketgan bo'lsa, hozircha uyda yashab yurishingiz mumkin. Lekin uy sotmoqchi bo'lsangiz, garovga qo'ymoqchi bo'lsangiz, meros rasmiylashtirmoqchi bo'lsangiz yoki subsidiya olmoqchi bo'lsangiz, shu kichik xato katta to'siqqa aylanadi. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam 20 yil oldin uy olgan. Shartnomada otasining ismi bitta harf bilan noto'g'ri yozilgan. O'sha paytda hech kim ahamiyat bermagan. Keyin farzandlar meros rasmiylashtirishga borganda, notarius hujjatdagi shaxs bilan pasportdagi shaxs bir xil ekanini tasdiqlash kerak deydi. Natijada bitta harfni to'g'rilash uchun arxiv, FDIO, kadastr, sudgacha borishga to'g'ri keladi. Agar odam bu narsani oldin tekshirganida, masala ancha yengil hal bo'lardi. Ikkinchi muhim yo'nalish yashash manzili va ro'yxatdan o'tish ma'lumoti. Ko'p odamlar men shu uyda yashayman, hamma biladi deb o'ylaydi. Lekin davlat xizmatlari uchun hamma biladi degan tushuncha yo'q. Tizimda qaysi manzil ko'rsatilgan bo'lsa, rasmiy xabarlar, jarima, sud chaqiruvi, soliq bildirishnomasi. Ayrim ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar o'sha manzil bilan bog'lanishi mumkin. Agar siz boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, eski manzilga kelgan xabarni ko'rmay qolishingiz ehtimoli bor. Keyin esa muddat o'tib ketadi, jarima oshadi. E'tiroz berish imkoniyati kamayadi. Masalan, fuqaro Toshkentga ishlashga kelgan, lekin ro'yxati viloyatda qolgan. Avtomobilga jarima kelgan, xabar eski manzilga borgan yoki elektron kabinetga tushgan, lekin odam tekshirmagan. Bir necha oy o'tib, jarima ustiga qo'shimcha xarajatlar qo'shiladi. Keyin majburiy ijroga o'tadi. Shundan keyin bank kartasidan pul yechiladi yoki avtomobilga taqiq qo'yiladi. Odam esa menga hech kim aytmadi deydi. Lekin tizim nuqtai nazardan xabar yuborilgan. Fuqaro o'z ma'lumotlarini tekshirib turishi kerak. Uchinchi yo'nalish moliya va soliq ma'lumotlari. Agar siz oddiy ishchi bo'lsangiz ham, bank kartangiz, kredit tarixingiz, soliq majburiyatlaringiz, kommunal qarzlaringiz sizga ta'sir qiladi. Tadbirkor bo'lsangiz bu ikki barobar muhim. Endi ko'p joyda qarzdorlik avtomatik ko'rinadi. Masalan,
Siz yer solig'i yoki mol-mulk solig'idan 20 ming so'm qarzdor bo'lib qolgan bo'lishingiz mumkin. Siz buni katta pul deb hisoblamaysiz. Lekin ayrim operatsiyalarda, masalan, ko'chmas mulk bilan bitim qilishda, ayrim ruxsatnomalarda yoki tadbirkorlik faoliyatida bu qarz sizga noqulaylik tug'diradi. Oddiy misol, odam hovlisini sotmoqchi. Xaridor topilgan, narx kelishilgan, notariusga borishgan. Shu yerda kommunal to'lov, soliq, kadastr ma'lumotlari tekshiriladi. Eski qarz chiqib qoladi. Ba'zan qarz 30 ming so'm, yaqin 1000 ming so'm bo'ladi. Lekin uni aniqlash, to'lash, tizimda yopilishini kutish bitimni bir necha kunga kechiktiradi. Agar xaridor shoshilayotgan bo'lsa, u boshqa uyga ketib qolishi ham mumkin. Demak, mayda xato real pul yo'qotishga olib keladi. 4-yo'nalish kadastr va ko'chmas mulk hujjatlari. Bu eng og'riqli masalalardan biri. Ko'pchilikda uy bor, yer bor, lekin hujjatlari eski. Ba'zida maydon noto'g'ri ko'rsatilgan, ba'zida qo'shimcha qurilish rasmiylashtirilmagan, ba'zida uy bir odam nomida, aslida oilada boshqalar ham ulushga ega. Hozir elektron kadastr ma'lumotlari kuchaygani sari bunday masalalar ko'proq yuzaga chiqadi. Masalan, hovli hujjatda 6 sotiq, amalda 7 sotiq bo'lib qolgan. Siz yillar davomida shu yerda yashadingiz. Davr ham eski. Lekin kadastr yangilanganda yoki yo'l kengaytirish, kommunal ta'min o'tkazish, meros, sotish, ipoteka masalasida bitta sotiq farq muammo bo'ladi. Yana bir holat, uyga qo'shimcha xona qurilgan, lekin hujjatda yo'q. Siz uni o'zimning hovlim-ku deb o'ylaysiz. Lekin hujjatda aks etmagan qurilish bitim, garov, sug'urta, kompensatsiya masalasida inobatga olinmasligi yoki alohida rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. 5-yo'nalish. Avtomobil va yo'l harakati bilan bog'liq ma'lumotlar. Agar sizning nomingizda avtomobil bo'lsa, jarimalar, taqiqlar, ishonchnomalar, texnik ko'rik, sug'urta davlat raqami, bularning hammasini tekshiring. Odamlar ko'pincha mashinani ishonchnoma bilan berib yuboradi. Keyin jarimalar egasiga kelaveradi. Yoki mashina sotilgan deb o'ylaydi. Lekin rasmiy oldi-sotdi bo'lmagani uchun baza bo'yicha eski egasi javobgar bo'lib qoladi. Tasavvur qiling, siz 2020-yilda mashinani tanishingizga berdingiz. U keyin o'tkazamiz dedi. Oradan vaqt o'tdi. U mashinani yana boshqa odamga berdi. Jarimalar esa sizning nomingizga kelmoqda. Keyin bir kuni bank kartangizdan pul yechildi. Yoki boshqa mashina sotib olayotganingizda taqiq chiqdi. Shunda muammo boshlanadi. Shuning uchun men doim aytaman, mulk nomingizda bo'lsa, javobgarlik ham sizda. Ishonchnoma qulay, lekin xavfsiz emas. Rasmiylashtirilmagan kelishuv ertaga sizga qimmatga tushishi mumkin. Eng avvalo, so'nggi yillarda pasportini ID kartaga almashtirganlar, familiyasi o'zgarganlar, nikohdan o'tgan yoki ajrashganlar, meros olganlar, uy sotib olgan yoki sotganlar, avtomobilni ishonchnoma bilan berganlar, kredit olganlar, tadbirkorlik ochganlar, ko'p yillik kommunal to'lovlari aniq bo'lmaganlar albatta tekshirish kerak. Masalan, ayol kishi turmushga chiqib familiyasini o'zgartirdi. Pasport yangilandi. Lekin bankdagi ma'lumot eski familiyada, kadastrdagi ulush eski familiyada, ish joyidagi ayrim hujjatlar eski familiyada qolgan bo'lishi mumkin. Bu hozir sezilmasligi mumkin, lekin kredit, ipoteka, subsidiya, meros yoki sud masalasida farq chiqadi. Shuning uchun familiya o'zgargan bo'lsa, barcha asosiy tashkilotlarda ma'lumot yangilanganini tekshirish shart. Yana bir guruh pensionerlar va pensiyaga yaqinlashganlar. Ish staji, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotlari, arxiv hujjatlari, tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, bularni oldindan tekshirish kerak. Ko'p odam pensiya yoshiga yetgandan keyin yuguradi. Tashkilot allaqachon yopilgan arxiv topilmaydi. Mehnat daftarchasida muhr o'qilmaydi. Sana noto'g'ri. Natijada pensiya miqdori kutilgandan kam chiqishi yoki rasmiylashtirish cho'zilishi mumkin. Agar bunga 2 yil oldin tayyorlansangiz, arxiv so'rovlarini bemalol yuborasiz, kamchiliklarni to'ldirasiz. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar siz oxirgi yillarda barcha hujjatlarni davlat xizmatlari orqali yangilagan bo'lsangiz, kadastringiz elektron bazada to'g'ri chiqsa, soliq va kommunal qarzlaringiz yo'q bo'lsa, avtomobilingiz o'z nomingizda va jarimalar yopilgan bo'lsa, bankdagi telefon raqamingiz o'zingizniki bo'lsa, sizda katta xavf kamroq. Lekin baribir tekshirish kerak. Chunki xato faqat sizdan emas, tizimga ma'lumot kiritgan xodimdan ham ketishi mumkin. Eng katta tuzoq, menda qog'oz bor, demak hammasi joyida degan fikr. Yo'q. Bugungi sharoitda qog'oz hujjat bilan elektron baza bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar mos kelmasa, sizning qo'lingizdagi hujjatni tan olishlari mumkin. Lekin avval moslashtirish, tasdiqlash, ba'zan sud orqali aniqlashtirish kerak bo'ladi.
Bu vaqt asab va pul degani. Ikkinchi tuzoq qarz kichkina keyin to'layman degan fikr. Kichkina qarz ham tizimda qarz bo'lib turadi. Ba'zan 10 ming so'mlik qarz ham avtomatik tekshiruvda qizil belgi beradi. Ayniqsa tadbirkorlar uchun bu juda muhim. Hisobot topshirilmagan, faoliyat to'xtatilmagan, lekin odam ishlamayapman deb o'ylaydi. Soliq tizimida esa majburiyat turaveradi. Keyin jarima, penya, hisob bloklanishi kabi oqibatlar kelishi mumkin. Uchinchi nozikat telefon raqami. Hozir ko'p xizmatlar SMS kod, elektron imzo, bank tasdiqlovi shaxsiy kabinet orqali ishlaydi. Agar sizning bank kartangiz yoki davlat xizmatlari profilingiz boshqa odamning telefon raqamiga bog'langan bo'lsa, bu xavfli. Masalan, eski raqamingizni ishlatmay qo'ydingiz, operator uni keyin boshqa odamga berdi. Agar ayrim xizmatlarda raqam yangilanmagan bo'lsa, xabarlar begona odamga borishi mumkin. Bu nafaqat noqulay, balki xavfsizlik masalasi ham. 4-jihat oila a'zolari nomidagi mulklar. Ko'pchilik uy otam nomida, mashina akam nomida, kredit xotinim nomida, lekin hammasi bizniki deb yuradi. Rasmiy huquqiy dunyoda esa bizniki degan umumiy gap ishlamaydi. Kimning nomida bo'lsa, javobgarlik, huquq, qarz, taqiq o'sha odam bilan bog'lanadi. Oilaviy ishonch yaxshi, lekin hujjat masalasida aniq bo'lish kerak. Ayniqsa meros, ajrim, qarz, sud, kompensatsiya, subsidiya, ipoteka masalalarida bu juda muhim. 5-jihat eski jarimalar va ijro hujjatlari. Ba'zida odam jarima to'lagan bo'ladi, lekin tizimda yopilmagan turadi. Yoki sud qarori bo'yicha qarz yopilgan, lekin ijro ishi yakunlanmagan. Shuning uchun faqat men to'laganman deyish yetmaydi. Chekni saqlang, elektron to'lov tarixini oling, qarz yopilganini alohida tekshiring. Agar yopilmagan bo'lsa, tegishli organga ariza bilan murojaat qiling. Endi men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasportingizdagi ism, familiya, otangizning ismi, tug'ilgan sana va JSHI raqamini yozib oling. Keyin davlat xizmatlari portali, soliq kabineti, bank ilovasi, kadastr ma'lumotlari, ish joyingizdagi kadrlar bo'limi va boshqa asosiy joylarda shu ma'lumotlar aynan bir xil ekanini solishtiring. Ikkinchi qadam, ko'chmas mulkni tekshiring. Agar uyingiz, kvartirangiz, yer uchastkangiz bo'lsa, kadastr hujjatini oling va undagi kadastr raqami, manzil, maydon, mulkdor ism sharifi, ulushlar to'g'ri ko'rsatilganini ko'ring. Agar uyda qo'shimcha qurilish bo'lsa, u rasmiy hujjatda aks etganmi, yo'qmi aniqlang. Agar hujjat eski bo'lsa, kadastr organi yoki davlat xizmatlari markazi orqali ma'lumotni yangilash tartibini so'rang. Uchinchi qadam, soliq va kommunal qarzlarni tekshiring. Mol mulk solig'i, yer solig'i, daromad solig'i, tadbirkorlik bo'yicha majburiyatlar, suv, gaz, elektr chiqindi to'lov bo'yicha qarz bormi? Ko'ring. To'lagan bo'lsangiz, lekin qarz turib qolgan bo'lsa, chek yoki to'lov ma'lumotini ilova qilib murojaat qiling. Muhimi, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing, ro'yxatdan o'tkazing yoki elektron murojaat yuboring. 4-qadam, avtomobil masalasini tekshiring. Nomingizda nechta transport vositasi bor? Jarimalar bormi? Taqiq bormi? Sug'urta va texnik ko'rik holati qanday? Buni aniqlang. Agar mashinani sotgan bo'lsangiz, lekin hali ham nomingizda turgan bo'lsa, xaridor bilan bog'lanib rasmiy oldi sotdi qiling. Agar u topilmasa yoki bo'sh tursa, vaziyatga qarab huquqiy yo'l bilan masalani hal qilish kerak bo'ladi. Eng yomon variant yillar davomida kutib yurish. 5-qadam, bank va telefon xavfsizligini tekshiring. Bank ilovangizdagi telefon raqam o'zingizniki ekanini, kartalaringiz faolligini, kredit qarzdorligi yo'qligini, begona qurilmalar ulanmaganini ko'ring. Agar eski raqamga bog'langan xizmatlar bo'lsa, darhol yangilang. Elektron raqamli imzo ishlatsangiz, uning muddati, kimda saqlanayotgani va qaysi xizmatlarga kirish berilganini tekshiring. Elektron imzoni hech qachon begona odamga bermang, chunki u sizning nomingizdan hujjat imzolashi mumkin. 6-qadam, pensiya va ish stajiga tegishli hujjatlarni tartibga soling. Mehnat daftarchangiz bo'lsa, undagi yozuvlar o'qiladimi? Muhrlar bormi? Sanalar to'g'rimi? Tekshiring. Ish joyingiz yopilgan bo'lsa, arxiv ma'lumotlarini oldindan izlang. Agar ishlagan davringiz elektron tizimda aks etmagan bo'lsa, ish beruvchi yoki tegishli arxiv orqali tasdiqlovchi hujjat oling. Bu ishni pensiya yoshiga bir oy qolganda emas, imkon qadar erta boshlang. 7-qadam, xatoni topsangiz, vahimaga tushmang, lekin cho'zmang. Xato qayerda bo'lsa, o'sha tashkilotga yozma murojaat qiling. Murojaatda kimligingizni, qaysi hujjatda qanday xato borligini, to'g'ri ma'lumot qanday bo'lish kerakligini aniq yozing. Pasport yoki ID karta nusxasi, eski hujjat, chek, shartnoma,
kadastr ko'chirmasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, meros hujjati kabi dalillarni ilova qiling. Har bir murojaatning raqamini saqlang. Telefon orqali aytilgan gapni hujjat o'rnida qabul qilmang. Agar siz qayerdan boshlashni bilmayapman desangiz, eng oddiy yo'l shunday. Avval pasport ma'lumoti, keyin telefon raqami, keyin soliq qarzi, keyin kadastr, keyin avtomobil, keyin bank va kredit tarixini tekshiring. Shu 6 yo'nalish toza bo'lsa, odatda eng katta xavflarning oldi olinadi. Bugungi asosiy fikr shuki, qoidalar o'zgaryapti, tizimlar raqamlashtiryapti, ma'lumotlar avtomatik tekshirilyapti. Endi men bilmagan edim, qog'ozim bor edi, oldin bunaqa emas edi degan gaplar ko'p holatda yordam bermaydi. Sizning vazifangiz muammo chiqishini kutmasdan o'z ma'lumotlaringizni oldindan tekshirish. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq 30 daqiqa vaqt ajrating. Asosiy hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Qarzlaringizni tekshiring. Kadastr va avtomobil ma'lumotlarini solishtiring. Telefon raqamingizni yangilang. Bu oddiy ish sizni ertangi katta muammo, ortiqcha xarajat va asabiy yugur-yugurlardan saqlaydi. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi hujjatda xato chiqqan, qanday hal qilgansiz boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu mavzu bir kishiga emas, hammamizga tegishli.